Ey yo, salom hammaga. Qanday, hamma yaxshimi, zo'rmi? Bugun biz shu uyda sizlar bilan jonli bo'lib yashaymiz, agar yasholsam. Xo'sh, telefon kelganmi Minecraftga? Bir haftadan beri uyda obnoviye bo'ldim Minecraft. Telefon kelibdi chiroyli. Haqiqiy telefon ovozi. Netler ko'p emas mabodo. Assalomu alaykum xolajonim, mehribonim, siz bo'lsangiz men bog'boniz. Xo'sh, biror narsa topish kerak. Bugun detektiv bo'lamizmi? Xullas, uyimni tanishtirib chiqsam. Xo'sh, bu yer agarodim. Qulog'ini. Ajin baliq yeriz. Xo'sh, xullas bu agarodim. Endi uyimni ko'rsaman. Tayyormisizlar? Tayyormasizlar? 1, 2, 3. Pop. Bu mani uyim. Oynachalari bor mana. Qaraylar, o'ynab qimirlaydi. Mana shu mani uyim. Oynalar. Tushdim, uni xato bo'lganmi oynasi? Xo'sh, bunda. Bu yerda bo'lardi, menimcha. Mana ekan. Xo'sh, buni qilishni o'rnini olamiz, menimcha. Shunaqa. Bo'ldi, mana. Endi to'g'ri bo'ldi. Xullas, men nareti ham uyga qurganman. O'xshamadi. O'zimga yoqmadi uyim. Shu yerdan ketdim. Yaqinda. Mana bu uyim. Qo'ysam, anaqa yo'qib ketadi. Eshik yopilib qoladi, chiqish ham qiyin bo'ladi. Bu eshik qanday qo'yilgan? Da innovatsiya eshik quramiz. Yo'q, innovatsiya eshik mana shu. Mana ikkinchi uyim. Minecraft boshqacha bo'lib ketibdi-ku. Xo'sh, bu yerda biror qiziqarli narsa yo'q-a? Bormi? Suzishni qaranglar. Akam bor, 2005-yil. Hamma o'ylaydi, men bu akkaunt akamniki deb. Yo'q, akamniki emas. Men o'zim ikkiman. O'shalarni aka, obja, singlim, ukam deb chaqiraman.
Kelib qoldim men. Meni uyam. Shu o'ynamay qolinglar. Suvdan qarab ko'rmayman. Burada nima bu? Ketdik drakon bilan urushamiz. Urushadigan. Quloqqa shunaqa narsa esim. Esim chiqib ketganda. Bittamidi? Bittam. Ustiga narsa qo'yish kerak edi, kurscha. U esimda lekin. Pastamikan yo'q, mana. Bu ko'zmida qaysi biri edi? Ikkalasi anglayveraylik. 4 tadan qilarmidi? 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4. Boshini to'g'ri qo'yib chiqish kerak. Ochilmadi-ku. Boshqa joyda quraylikchi. Hop. Nimaga bo'lmayapti bu? Nima qilinarmidi? Esimdan chiqib ketgan. Вообще. Menimcha 3 tadan qilardi. Bitta, ikkita, 3 ta. Ikkita, 3 ta. Bitta, ikkita, 3 ta. Bitta, ikkita, 3 ta. Uy. Buni olamiz. O'zyalan o'shibmiz. Zürlardan kinaylik. Pop. Kira ko'p qolish mumkin endi. Menga nima deysizlar? Hozir kerak. 2 mingani. Давай. Şuna parrot dolandı bak. Oy do'stlar, qani hozir kiramiz. Drakon bilan urushmaganimga ham 3 yil bo'ldi. Drakon 3 ga to'ldi. Va u endi hozir men bilan urushmoqchi, lekin chiqib qo'yadi hozir. Chunki men выживание emasman. Oppa. Qani drakon ekan. Nima bu? Dragon. Men seni bilaman. Hoppa. Bunu buluş gereken etkince.
Drakon mana shunaqalarni bilmaydiganlar uchun drakon mana shunaqalarni anaqa yo'q qilsa, drakon keyin hech qayerdan jon ola olmaydi. E'tibor bersangiz, jon ketdi. Bo'ldi, endi drakon bilan bemalol urishsak bo'ladi. Drakon yo'qki. Kutingga tiqib qolamiz. Ha, yo'qmikan? E'tibor bermaymiz, urishamiz çünkü. Qarang, keyin. Hoppa. Tamam, sen bir yer yiyin. Yok gidip ben. Yaxshi, hali o'zing bermasanmisan? Pastga tushadi. Ko'rdinglarmi? Давай. Uç orkadan. Kan drakon. Kesin biraz drakon. Drakon kesin güldüğün ekan. Kesin güldüğün ekan. İyiydi. Uçak samolyot ekan bu. İyi. Hop oldu. Yine nima deydi? Nima deyapti bu endi? Men bu playerni ko'ryapman. Bu Steve. Men buni tushunmayapman gapingni ya. Pullaring. Uy. Qayerdan bu? Uyimga keldim men. Bo'ldim, hech nima bermaydi menga. Xullas do'stlar, videomizning birinchi qismi tugadi. Ikkinchi qismida выживание bo'lib hamma hayvonlar bilan urushib chiqamiz. Hammaga xayr.